Fanimiz pedagogika va psixologiya diagnostikasi. Bugungi mavzuyimiz bolalardagi psixofizik rivojlanishdagi kamchiliklarni tashxislash turlari. Bu mavzuyimizda 3ta rejamiz bor. Ya'ni birinchi rejamiz klinik intervyu va anamnez yig'ish. Ikkinchisi kuzatuv va xulq-atvorni tashxislash. Uchinchi rejamiz esa standartlashtirilgan rivojlanish skrining testlari. Birinchisi klinik intervyu anamnez yig'ish. Ya'ni klinik intervyu va anamnez yig'ish bolalarning psixofizik rivojlanishidagi kamchiliklarni aniqlashdagi birinchi bosqich hisoblanadi. Intervyu ota-ona va bola bilan o'tkaziladi. Ya'ni perinatal, natal va postnatal davrlardagi o'sishlar, emizish kasalliklari, vaksinalar va uy muhitini o'z ichiga oladi. Amalda standart savollar, ochiq va yopiq usullar yordamida bu anamnez yig'ish jarayonlari amalga oshiriladi. Ikkinchimiz innovatsion baholash, ya'ni bolaning tabiiy yoki strukturaviy sharoitda xulq-atvorini kuzatish orqali psixofizik rivojlanishdagi kamchiliklarni aniqlash usuli hisoblanadi. Buning asosiy maqsadi birinchisi funksional cheklovlarni aniqlash, ikkinchisi esa ijtimoiy, emotsional va kognitiv xulqni baholash. Usullar tabiiy kuzatuv, strukturaviy vazifalar, tekshiruvlar varaqlari va reyting shkalalari yordamida bu aniqlanadi. Keyingimiz esa standartlashtirilgan rivojlanish skrining testlari. Masalan, Denver 0 oylikdan 6 yoshgacha bolalarda tezkor skrininglar uchun ishlatiladi. Bolalar bundan asosiy maqsad bolalardagi motorikani, emotsional va muomala ko'nikmalarini, ota-onalardagi turli xil muammolarni aniqlash hisoblanadi. Psixologik testlar va intellektual baholash. Ya'ni bunda psixologik testlar va intellektual baholash bolalardagi intellektual nuqsonlarni aniqlash uchun ishlatiladi. Eng ko'p qo'llanilgan testlar Revin testlari hisoblanadi. Ya'ni bunday bolaning yosh oraliqlari 2,5 yoshdan 16 yoshgacha baholanadi. Bilish jarayonlari, uning psixologik holatlarini inobatga olgan holda ularga test jarayonlari olib boriladi va natijalar yozib boriladi. Neyropsixologik tekshiruv bolalarda e'tibor, xotira va ijro funksiyalarini baholashga yo'naltirilgan hisoblanadi. Ya'ni bunda standart testlar, didaktik o'lchash uchun qo'llaniladigan turli xil didaktik testlarni ularning qo'llashimiz mumkin. Bundan asosiy maqsad bolalardagi bilish jarayonlarini qay darajada rivojlanganligini bilish va o'sha qaysi bilish jarayonida nuqson bo'lsa, u jarayonni korreksiyalash hisoblanadi. Logoped til va nutq rivojini baholashda bolada og'iz mexanizm funksiyalari, artikulatsiya, fonatsiya, fonologiya, leksik, grammatik, pragmatika va tinglash jarayonlarini tekshirish hisoblanadi. Ya'ni bolada logopedik nuqsoni bo'lgan bolada bunday jarayonlarni tekshirishimiz inobatga olinadi. Ya'ni birinchi o'rinda bolaning bilish jarayonlarini, ya'ni idrokini, diqqatini, artikulatsiyadagi holatlarini, ya'ni tilidagi turli xil artikulyatsion nuqsonlarni inobatga olgan holda tekshiriladi va korreksion ishlar olib boriladi. Ergoterapik logopediya terapiyasi, ya'ni bunda ergoterapik baholash motorika va amaliy ko'nikmalarni funksional jihatdan baholaydi. Baholash komponentlari katta motorikani, mayda motorikani, sensor integratsiya va o'z-o'zini xizmat qilish motorikalarini rivojlantirish hisoblanadi. Mayda motorikani rivojlantirish uchun bolalarda turli xil metodikalar olib boriladi. Ya'ni bunda turli xil donli mahsulotlardan foydalangan holda bolaning oldiga turli xil donli mahsulotlarni sochish orqali ularni bir-biriga mos holatda yig'ishni vazifa qilib beriladi. Bunda boladagi mayda motorikalar rivojlanadi. Ya'ni moshni bir tomonga, no'xatni bir tomonga
Guruchni bir tomonga yig'ish orqali boladagi mayda motorikalar, sezgi organlarini rivojlantirish hisoblanadi. Sensorli protsessorlar baholashda boladagi sezgi tizimlarining funksiyasini aniqlashga qaratilgan hisoblanadi. Ya'ni bundan asosiy maqsad sezgirligini aniqlash, sensorli integratsiya va o'zaro modellarni tekshirish hisoblanadi. Yangi tug'ilganlarda 0 oylikdan 1 oyda skriningda o'tkaziladi. Ya'ni bunda 3 yoshgacha tavsiya beriladi. Ya'ni eshitish darajalari, ko'rish darajalari aniqlanadi va ularga turli xil tavsiyalar berib boriladi. Keyingisi oftalmologik tekshiruv. Bolalardagi psixofizik rivojlanishdagi kamchiliklarni aniqlash uchun quyidagilarni o'z ichiga oladi. Ya'ni bunda vizual o'tkirlikni baholash, refleksiya, ko'zlar holati va o'rnini tekshirish, aktromergatsiya va pubiliar reflekslarni va ko'z harakatlarini tekshirish hisoblanadi. Ya'ni bunda nevrologik tekshirish maqsadi markaziy va periferik asab tizimi buzilishlarini aniqlash, psixomotor rivojlanish holatini baholash, tekshirish komponentlari anamnez yig'ilishdan boshlanadi. Ya'ni boladagi turli xil xulq buzilishlarini, ulardagi ongini rivojlanishini, bilish jarayonlari rivojlanishini tekshiriladi va shunga qarab korreksiya ishlari olib boriladi. Genetik maslahat bolalarda rivojlanish kasalliklarini aniqlashda ota-ona tarixini, fenotipni va xavfni baholaydi. Ya'ni karyotip analiz kromosomal son va strukturaviy o'zgarishlarni aniqlaydi. Bunda metabolik va gormonal laboratoriya tekshiruvlari bolalardagi psixofizik rivojlanish kamchiliklarini tashxislashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim va o'quv qobiliyatlarining pedagogik diagnostikasi. Ya'ni bundan asosiy maqsad bolalarning o'quv qobiliyatlari va kamchiliklarini aniqlash, ta'lim jarayonini moslashtirish usullari, observatsiya usullari, normativ eshituv, psixopedagogik va suhbat usullaridan foydalanishimiz muhim hisoblanadi. Har bitta nuqsonni korreksiya qilish jarayonida eng yaxshi usullardan biri bu kuzatuv usuli hisoblanadi. Psixososiyal va oilaviy muhitni baholash, oila intervyusi va anketalar orqali bolalarning psixofizik rivojlanishidagi kamchiliklarni sabab bo'luvchi ijtimoiy, emotsional va oilaviy omillarni aniqlashdir. Multidisipliner diagnostikani baholash jamoasi bola psixofizik rivojlanishidagi kamchiliklarni aniqlash uchun turli mutaxassislar, ya'ni nevropatolog, logoped, psixolog tomonidan kompleks ravishda ishlar olib boriladi. Bundan asosiy maqsad diagnostika, funksional baho, reabilitatsiya rejasini ishlab chiqish hisoblanadi. Usullari klinik intervyu, standart testlar, kuzatuv, tibbiy va psixologik tekshiruvlar asosida olib boriladi. Har bir bolaning nuqsonini tekshirish jarayonida unga kompleks ravishda ish olib borish lozim hisoblanadi. Ya'ni kompleks ish olib borish jarayonida ham logoped, ham nevropatolog, ham pedagog, ham psixolog, hatto ota-ona ham kompleks ish olib borishi lozim hisoblanadi. Kompleks ish olib borish natijasida boladagi nuqsonni korreksiyalash oson hisoblanadi. Shu bilan bugungi mavzuyimiz shulardan iborat edi. Siz bilan Ibragimova Komila bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.